Deydi buni. Tadbirkorlarimiz uchun kodli sep. Inishi 490 ming so'm dedi. Ichine necha pachka sig'adi buni desangiz, bu yerda hozir bizlarda 16 pachka bor. Mana 16 pachka. Ko'rganingizdek, undan ham ortiq sig'adi sizlar. Bemalol o'zingizga bo'ladi. Eng qizig'i buni kodi bor. Fileti ochib bilasiz. Xolosiz kodni ochasiz, xolosangiz nada. Imon esa отпечаткasi bor. Herkese har xil baho. Bu 300 ming so'm, bu 490 ming so'mdan, ebolari bor esa 630 dan ebolasi 800 ming so'mdan. Перечаткasi ham ichida bemalol kelaverasizlar. Ali Hofiz ham shu olib ketib o'tgan. Magazini adresini oxiridan ko'rsangiz tushuntirib beraman. Ishi Instagram sahifalari, bu yerdan ham assortimentlar dum ko'p. Ko'ringiz. Magazini ponni aylanib sizlarga obzor etib beramiz. Ishi oy davomida ponni magazini ichini hammasini ko'rsatib beramiz. Instrumentlari kelaman desangizda, instrumentlarning ham har xil turlari bor. Magazini o'zidan kelib turib xaridlasangiz ham bo'laradi. Bir oy davomida kuzatib boring, Instagramlarini ulanib qo'ying. Instagramlarida har xil baholari bilan bundan keyin ponni chiqadi. Inishi naborimiz yana 240 ming so'm. Bemalol magazini o'zi 18:00 gacha ochiq bo'ladi. Har xil turdagi kulish tizimi, damir, xohlagangiz topib olasiz. Instrumentlar ham, bir de zincirlar ham. Bundan ham har xil turdagi instrumentlari bor. Bemalol metridan tutib xohlagan vajingizni topib olasiz. Firmaning vajlari kerakmi desangiz, hamma firmaning 100% vajini topib olasiz. Bunda esa litki bor, bunda tolski bor. Xohlagan vajingizni topib olasiz. Bular 1.250 mingdan, bular 1 milliondan baholari bilan kunda asosdan qo'yib beramiz. Bular ham kelishib berilama qo'ying. Bemalol kelishib olsangiz bo'ladi. Magazin o'zidan 1.50 ming so'm malyarchilik uchun bemalol magazinga kelaverasiz. Uyimni remont etaman deydigan bo'lsangiz, uyingizni remont etish uchun kraskalar bor 60 ming so'mdan. Ya'ni buni kelishib beradilar. Bu yerda sapadon kraskalar bor. Kraskalarning turlari ko'p. Adres tushuntiradigan bo'lsam, bu ham Pet kollejdan galish oladi. Ibidagi binoni hamma yaxshi biladi. Bu yer esa G'irov bozor desa, hamma biladi bu yer. Buni ichidagi magazin bo'ladi.